Assalomu alaykum. Bugun men sizga qanday qilib xorijiy so'zlarni juda ham katta hajmda eslab qolish mumkinligini va til o'rganishda asosiy muammo nimaligini tushuntirib beraman. Bu dars mobaynida men asosiy masalalarni, asosiy nuqtalarni, qayerga qarashingiz kerak, kalit joylari, qayerga e'tibor berishingiz kerak, nima uchun til o'rgana olmaysiz, nima uchun til o'rganish jarayonida qiynalasiz. Mana shu narsalarni tushuntirib beraman va xudo xohlasa qanday qilib kuniga 1000 tadan ko'proq xorijiy so'zlarni eslab qolish mumkinligini ko'rsatib beraman. Shuning uchun agar imkon bo'lsa ruchka daftar olib olinglar, xudo xolisa bugun konspekt qilgan joylar bo'ladi. Demak, bugun nimalarni o'rganamiz? Birinchi o'rinda til o'rganish asosida nima yotish haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zi til o'rganish nima, yangi til o'rganish jarayonida qanaqa masalalarni yechishingiz kerak va nimalarga e'tibor berishingiz kerak. Undan keyin til o'rganishdagi asosiy 9 ta muammoni men sanab beraman. Birma-bir aytib o'taman, har bittasiga yechim berib o'taman, xudo xolisa. Undan keyin miyada qanaqa jarayon yuzaga kelishini gaplashamiz til o'rganishda va qanday qilib bu muammolardan butunlay qutulish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, xorijiy so'zlarni tez yod olish bo'yicha guidebook beraman agar shu dars oxirigacha o'tirsanglar, ya'ni darsimiz taxminan 1 soat atrofida bo'ladi. Dars oxirigacha ko'rish jarayonida siz nafaqatgina darsni o'zidan foyda olasiz, balki oxirida xorijiy so'zlarni eslab qolish bo'yicha guide beraman. Xorijiy so'zlarni eslab qolish ko'pchilikda asosiy muammolardan biri. Shu narsalarga xudo xolasa yechim topasizlar. Demak, til o'rganishdagi ikkita asosiy masala bor. Ya'ni ikkita asosiy narsaga e'tibor berasiz va shu ikkita asosiy narsa umumiy til o'rganish jarayonini hal qiluvchi narsalar hisoblanadi. Birinchisi xorijiy tilning o'zidagi ma'lumotlar, til konstruksiyasi. Ya'ni bularga nimalar kiradi? Tillar grammatikasi, misol uchun ingliz tilini o'rganyapsiz, qanaqadir zamonlarni o'rganasiz, qaysi so'z qayerdan keyin kelishi kerak, qaysi oxirga qo'yiladigan gap qayerda qo'yilishi kerak, o'tmishda nima deyiladi, kelajakda nima deyiladi, hamma narsani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Yangi so'zlarni yod olish, agar so'zlaringiz yetarlicha bo'lmasa, ya'ni so'z boyligingiz yetarlicha bo'lmasa, siz tushuntira olmaysiz, nimadir fikringizni ham tushuntira olmaysiz, yetkazib bera olmaysiz, so'z topa olmay qolasiz. Umumiy shu gapni yasash uchun to'g'ri talaffuz qilish, ya'ni bu artikulatsiya deydi. Aksentni maksimal endi 100% ga yo'qotib oladimi yo'qmi aksentni, menda bu narsadan xabarim yo'q, lekin imkon boricha chiroyliroq, imkon boricha tabiiyroq gapirish uchun aksent ustida ishlaysiz, speaking ustida va uni faollashtirish uchun tilda fikrlay olish masalasi. Ya'ni siz o'zingizni miyangizda fikrlash prosesini, jarayonini shu o'rganayotgan tilingizga o'tkazish. Bu birinchi masala. Ya'ni til o'rganish jarayonida birinchi e'tibor beradigan va birinchi o'rganadigan narsangiz. Lekin bu yerda ikkinchi masala ham bor va bu mening nazarimda sal muhimroq ham va ko'pchilik til o'rgatadigan o'qituvchilar bunga e'tibor bermasligi mumkin. Lekin agar mabodo shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha til o'qituvchisi, u menimcha men bilan gapi to'g'ri, Davron to'g'ri aytibdi, bu ham juda ham muhim deydi va bu ikkinchi masala, bu xorijiy tilni o'rganish uchun kerak bo'lgan qo'shimcha ko'nikmalar, bilvosita ko'nikmalar deyman bu narsani. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri tilga bilan daxli yo'q, lekin umumiy til o'rganish jarayonida bular ko'proq rol o'ynaydi deb hisoblayman va bularga nimalar kiradi? Chalg'imasdan ishlay olish, ya'ni til o'rganish uchun har kuni qanchadir vaqtingizni ajratishingiz kerak, chalg'imasdan ishlashingiz kerak. To'xtamasdan chalg'iydigan bo'lsangiz, til o'rgana olmaysiz. Misol uchun til metodikalari haqida ko'pchilik gaplashadi, lekin men aniq ayta olaman, mana shu ko'nikmalarga ega inson istalgan metodika bo'yicha tilni oxirigacha o'rgana oladi. Misol uchun bitta o'quv markazini olsangiz, o'quv markazida 10 mingta, 20 mingta, ba'zi o'quv markazlarida 25 mingta, 30 mingta ham o'quvchi o'qish mumkin O'zbekistonda va bitta o'quv markazini olsangiz, misol uchun 10 yil ichida 50 mingta, 60 mingta qanchadir odam o'qitgan bo'ladi-da. Ulardan sanoqli ayol solgan bo'ladi. Yaxshi ball. Ya'ni bir xil o'qityapti, bir xil joy, hamma narsa joy-joyida, lekin mana shu qo'shimcha ko'nikmalar hisobiga kimdir yutib ketadi, kimdirda sal qiyinroq bo'ladi jarayon. Va chalg'imasdan ishlash bu ko'nikmalar ichida asosiylardan biri. Vaqt to'g'ri boshqarish, til o'rganish uchun qanaqadir time management qilishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa band bo'lsangiz, ayniqsa qo'shimcha boshqa ishlaringiz bo'lsa, vaqtingizni taqsimlab, qanchadir vaqt ajrata olmaydigan bo'lsangiz, tabiiyki til o'rgana olmaysiz. Kuchli intizom, bardavomlik juda ham muhim til o'rganishda. Xususan meni yo'nalishimda xotirani rivojlantirishda ham bardavomlik asosiy narsalardan biri. Tez o'rganish va learning skills deydi, ya'ni o'rganish qobiliyati. Buning uchun turli xil texnikalar bor, nimadir eslab qolish, nimadir ishlatish, qanaqadir meditatsiyalar bo'ladi va kuchli xotira. Kuchli xotira ham til o'rganishga qo'shimcha yordam berishi mumkin, xususan xorijiy so'zlarni eslab qolishda. Lekin bitta narsani tushunishinglarni xohlayman, men til o'rgatuvchi ekspert emasman, men til bo'yicha o'qituvchi emasman. Meni asosiy profilim bu eslab qolish, miyani rivojlantirish va inson o'zining xotirasini rivojlantirish orqali miyasining potensialini boriga ishlatish. Bu meni yo'nalishim, bu yo'nalish bilan men 13 yildan beri shug'ullanaman. Shuning uchun asosiy masala biz bugun aynan til o'rganish jarayonidagi muammolar va ulardan qutulish uchun kerakli bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizlarga grammatika bunaqa, o'tdan bunaqa, bo'tdan bunaqa deb gapirib o'tirmayman. Ya'ni meni yo'nalishim emas bu, men bu yo'nalishda kompetent emasman. Lekin til o'rganishda bo'ladigan asosiy muammolarni qanday qilib yechish mumkinligini men sizlarga xudo xohlasa bugun bafurcha qadamma-qadam tushuntirib beraman. Endi o'zimni qisqa tanishtirib o'taman. Mening ismim Davronbek, familiyam Turdiyev, yoshim 34 da. Supermiya onlayn va offlayn loyihalarining asoschisiman. Oxirgi 5 yil ichida deyarli 50 mingga yaqin inson meni onlayn pulli kurslarimni o'qish bitirishdi. 8 yildan beri dars beraman, eslab
qolish bo'yicha 3 ta kitob muallifiman. 12 yildan beri eslab qolish bilan shug'ullanaman. O'zbekiston nemis sport federatsiyasi asoschisi hamda rahbariman hozirgi kunda va eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisiman. 2018-yilda 3250 raqamni eslab qolib Rossiya rekordini o'rnatishga muvaffaq bo'lganman. Ya'ni asosiy masala shundan iboratki, men sizlarga aytadigan narsalarim haqiqatan ham ishlaydi. Men bilan yillar mobaynida ishlatib kelyapman va nafaqat til, balki bugun o'rgangan ko'nikmalaringiz va tushunmagan narsalaringizni istalgan ko'nikmaviy maqsadingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Til o'rganish bu ko'nikmaviy maqsad. Nima degan ko'nikmaviy maqsad? Bu degani nimadir o'rganish. Misol uchun deylik, eslab qolishni o'rganish yoki nimadir terishni o'rganish yoki pianino chalishni o'rganish yoki pul topishni o'rganish, marketing farqi yo'q. Istalgan jarayonda nimanidir bajarib, uni yaxshiroq bajarmoqchimisiz, bu narsani ko'nikmaviy maqsad deydi va bugun o'rgatayotgan narsamni o'sha yerda ham ishlatsangiz bo'ladi, boshqa sohalarda ham. 8 yil oldin men shu odam bilan super xotirani rivojlantirishga o'rgatish boshlaganman. Nimaga super xotira? Haqiqatan ham inson mashq qilish orqali o'z xotirasini, o'zini o'sha ko'nikmalarini o'rganish tezligini juda ham yuqori darajagacha, tam super darajagacha olib chiqishi mumkin bo'ladi va minglab turli xil o'quvchilarim til o'rganishdi, o'qishga kirishdi, turli xil professional chempionatlarga borishdi, biz sohamiz bo'yicha eslab qolish bo'yicha bu yerda natijalar ko'rsatishgan. Asosiy masala, men sizlarga aytmoqchiman, menda hech qanaqa tug'ma talant yo'q. Agar mabodo sizda qanaqadir talant bo'lmasa, men o'zim haqimda ayta olaman, men umuman kallam ishlamas edi. Yaxshi ishlamas edi. Har holda o'qishni men shu eslab qolishni boshlashimdan oldin, bu 13 yil oldin bo'lgan. Universitetda o'qib yurgan paytlarim men bu narsaga qiziqib boshlaganman va menda bu jarayon juda ham tezlashib ketdi. Maktabda o'qiganimda ham men o'zim Namangandaman, maktabda o'qiganimda ham menda qanaqadir hech qanaqa tug'ma talant bo'lmagan, universitetda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Lekin undan keyin shu universitetda shu nuqtani o'rganganimdan keyin, ya'ni oddiy hech qanaqa bir talant yo'q, qanaqadir ortiqcha xotirasi yo'q, qanchadir ham til bilmaydigan bola xotirasini rivojlantirish orqali, mana shu bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan ayrim texnikalarni rivojlantirish orqali men birdaniga o'zim hayotimni o'zgartirib yubordim va turli xil shoularga bordim, rekordlar o'rnatdim va ko'rib turganingizdek, hozir men sizlarga xuddi shu narsani tushuntirib beryapman. Endi asosiy masala 9 ta muammo. Qarab turaylik. Til o'rganish jarayonida xohlamang mana shu 9 ta muammolarga duch kelasiz yoki shu 9 ta muammoning katta qismiga duch kelasiz va shu muammolarni hozir sanab o'taman, keyin birma-bir har bitta muammoga qanday qilib yechim topishingiz mumkinligini Xudo xohlasa tushuntirib beraman. Demak, birinchisi maqsad va motivatsiya yo'qligi. Men yaqin kunlarda podkast qildim O'zbekistondagi eng kuchli o'qituvchilardan biri bilan, ingliz tili bo'yicha, IELTS bo'yicha Barno Muqimov ismi va uni aytishi bo'yicha, agar konkretni, ya'ni muayyan bitta maqsadi bo'lmasa odamni til o'rganish uchun, odatda bu inson tilni o'rgana olmaydi deb tushuntirdi. Men bu narsaga 100% qo'shilaman. Xuddi meni yo'nalishimda ham xuddi shunaqa. Ya'ni agar maqsadingiz bo'lmasa, motivatsiyangiz bo'lmasa, siz bu narsani amalga oshira olmaysiz. Ikkinchi muammo intizom yo'qligi. Bardavomlik eng muhim narsa. Bardavomlik eng muhim narsa. Men til o'rganish uchun nima qilishingiz kerak? Har kun nimadir qilishingiz kerak. Har kun nimadir o'rganasiz, har kun so'z yodlaysiz, har kun grammatika qoidalari, har kun listening, eshitasiz nimadir, har kun speaking qilasiz, gaplashasiz kimdir bilan va hokazo. Va bu davom etadi. Kamida kun ora bo'lishi mumkin. Va intizom bo'lmasa, o'rgana olmaysiz, aniq tashab qo'yasiz boshlab. Ishlamaydigan metodikalarni ishlatish, turli xil g'alati metodlar bor. Men bugun bilan sanab o'taman. Agar shu metodikalardan qochishingiz kerak bo'ladi. Dangasalik, ya'ni ishni boshlay olmaslik yoki keyinga qoldirib olish va hokazo bu ham muammo. Noto'g'ri kutuvlar, nima degan noto'g'ri kutuvlar? Bir oyda IELTS 9 olaman. O'zi 6 bo'lsa, misol uchun 1 oydan keyin уже 9 olaman. Va hokazo. Bu ham muammoli masala, juda ham xalaqit beradi. Men tushuntirib beraman nimaligini. Xato qilishdan qo'rqish bu tilda gapirishga eng katta to'siqlardan biri. Ya'ni xato qilarmikinman, adasharmikinman deb faqat o'shani o'ylaganingizning hisobiga bu narsani ilmiyotda affektivniy filtr deydi. Affektiv filtr deydi. Boshingizga o'rnab qoladi-da, kirayotgan ma'lumotni polностью to'sadi. Vaqtni boshqara olmaslik, ya'ni vaqtim yetmayapti. Keyingi muammo kuchsiz diqqatingiz to'xtamasdan chalg'iydi yoqqa bu yoqqa va oqibatda o'rgana olmaysiz va 9-chi asosiy muammolardan biri bu xorijiy so'zlarni eslab qola olmaslik. Bu ham juda ham katta muammo. Mana shu har bitta muammoni sizlarga hozir tushuntirib beraman. Xo'p, demak, endi boshlaymiz. Aniq maqsad yo'qligi. Nima degani aniq maqsad? Va nima uchun aniq maqsad til o'rganish uchun kerak? Qarab turaylik. Til o'rganish jarayoni bu uzoq muddatli, bir necha oylik yoki ba'zida bir necha yillik bir xil takrorlanuvchi mehnat. Ya'ni bu oson emas demoqchiman. Umumiy agar dangasa bo'lmasangiz, intizomingiz bo'lsa, oson, lekin mana shu bo'lsa deyapman-da, mana shu ikkita asosiy masala juda ham katta muammolarga olib keladi. Ya'ni agar sizning maqsadingiz bo'lsa, mana shu qiyinchiliklarni yengib o'ta olasiz. Uzoqda ko'ra olasiz, ya'ni sizda o'sha ma'no bo'ladi qilayotgan narsangizda. Bemaqsad bo'lsangiz, konkretni, aniq, muayyan tilni nima uchun o'rganayotganingizni bilmasangiz, katta ehtimol bilan siz tilni o'rgana olmaysiz yoki cho'zilib ketadi. 10 yil vaqtingiz ketadi, misol uchun. Ingliz tilini o'rganishga o'zi 1 yoki 2 yillik ish deylik. Ingliz tili darajasidagi tillarni yaxshi o'rganish uchun 1 yoki 2 yil vaqt ketadi. Shuning uchun maqsad va motivatsiya eng
asosiy masalalardan biri deb hisoblayman. Xo'p, endi tadqiqotlar ko'rsatishicha aniq maqsadi bor va motivatsiyaga ega inson, ya'ni tilni nima uchun o'rganishni bilayotgan inson, mana konkret mana shuning uchun men o'rganyapman, mana shu narsa menga kerak deydigan inson odatda xorijiy tillarni 2 barobarga tezroq va osonroq o'rgana olar ekan. Ya'ni 2 barobar vaqtingizni ham tejaysiz, 2 barobar sizga osonroq ham bo'ladi. Umumiy asabingizni ham tejaysiz, sizga sal kamroq energiya ketadi. Endi maqsad qo'yish uchun men tavsiya qiladigan narsam nima? Bu SMART. SMART bu abreviatura, ya'ni qo'shimcha. Nima qilishingiz kerak? O'tirib olib, nima uchun o'z til o'rganyapman degan savolni o'zingizga berishingiz kerak. SMART 5 ta harfdan iborat. Birinchisi spesifik, ya'ni maxsus bo'lishi kerak maqsadingiz. Aynan nima uchun til o'rganmoqchisiz? Izohlaga yozishingiz mumkin. Nima uchun til o'rganmoqchisiz? Nima sabab til o'rganmoqchisiz? Qanaqa sababi bor? Shunchaki til o'rganish uchun til o'rganish bu juda ham qiyinlashib ketadi. Measurable degani o'lchovi bor degani. Qanaqadir o'lchovi bor, nimadir bilan o'lchasa bo'ladi, nimadir bilan shu narsani, misol uchun deylik, IELTS 7 olmoqchiman yoki IELTS 8 olmoqchiman. Qanaqa o'lchov bilan o'lchamoqchisiz? Achievable, keyingi masala, ya'ni erishsa bo'ladigan maqsad. Istalgan maqsadga erishsa bo'ladi. Men bu narsani tan olaman, lekin asosiy masala vaqt. Agar tam bir oydan keyin men borib Amerikaga borib Elon Muskdan boyib ketaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, bunaqa bo'lmaydi katta ehtimol. Tushunasizmi? Ya'ni siz sal realroq maqsad qo'yishingiz kerak. Agar deylik, IELTS masalasida ham maqsad qo'yganda men tavsiya qilaman odatda bolalarga o'qituvchiga borib aytgan, qanaqa real ramka bor. Misol uchun agar u aytayaptiki, tam 1 yil ichida men tam 9 olmoqchiman desa, o'qituvchi aytayaptimi, yo'q, to'xta 9 ola olmaysan, o'rtacha unaqa bo'lmaydi. 7,5 ola olishing mumkin desa, o'sha qo'yilgan o'qituvchi aytgan, ekspert aytgan narsadan ozgina teparoqni mo'ljallasangiz bo'ladi. O'shanda sal yaxshiroq bo'ladi, maqsadga erishish osonroq bo'ladi. Relevant degani bu muhim degani. Muhim siz uchun muhimmi til o'rganish o'zi? Kerakmi o'zi? Til o'rgansangiz hayotingiz realni o'zgaradimi, rostdan o'zgaradi yoki o'zgarmaydimi? Ko'plab til o'rganib hayotda hech narsa o'zgartirmagan insonlarni ham taniyman, afsuski. Va time based. Nima degani time based? Time based degani bu degani siz vaqtda mo'ljallashingiz kerak. Ya'ni qachon o'sha IELTS'ingizni olasiz? Pastga yozinglar. Xo'p, demak, mana shu SMART topib turib, o'zingiz maqsadingizni qo'yib chiqsangiz bo'ladi, ya'ni o'ylab chiqsangiz bo'ladi. Nima uchun til o'rganyapman? Asosiy savol, nima uchun, nima sabab siz til o'rganmoqchisiz? Nima uchun, nima sabab? Mana shu videoni hozir ko'ryapsiz. Nima sabab, ya'ni qanaqa sabab bor? Bo'ldi. Endi ikkinchi masala, ya'ni birinchi masalani tushunib oldik, hozir birinchi o'rinda sababini tushunib olishimiz kerak. Nima uchun? Maqsadimiz qanaqa til o'rganishdan? Bu oson, juda ham 5 minut vaqt oladi. Keyin intizom. Intizomsizlik masalasi juda ham muhim, juda ham qiyin. Xususan, meni yo'nalishimni oladigan bo'lsak, hech qachon xotirasini yuqori, juda ham kuchli darajagacha rivojlantira olmaydi intizomsiz inson. Men bu narsani 100% garantiya bera olaman, aniq ayta olaman. Talantli bo'lsa ham intizomni yutadi bizda. Meni yo'nalishim xususan shunaqa. Va til o'rganishda ham bu narsa haqiqatga juda ham yaqin. Ko'pincha men ko'p ko'rganman bunaqa bolalarni, talantli, zo'r, grammatikani tezda tushunib ketadi, tezda ilg'ab ketadi. Ular ham til o'rganadi, lekin ular qaysidir darajagacha borib to'xtaydi. Deylik, haqiqatan ham o'ta yuqori darajaga chiqqan odamlarni qarasangiz, mana O'zbekistonda qancha odam IELTS 8,5, 9 olib yotibdi. Mana shu odamlarni qarasangiz, bular odatda yillar mehnat qilgan insonlar bo'ladi. Yillar mobaynida tashlamagan, yillar mobaynida praktika qilib kelgan, amaliyotda bajarib kelgan, imtihonni ham bir necha martalab topshirgan insonlar. Juda ham kuchli intizomga ega insonlar. Shuning uchun mana shunaqa natijalarni ular olishgan hisoblanadi. Endi til o'rganishda bardavomli intensivlikdan ustun. Nima degani bu? Yana bir marta, til o'rganishda bardavomlik intensivlikdan ustun. Nima degani? Qarang. Ya'ni haftasiga 2 kun 8 soatdan shug'ullanguncha, har kuni yarim soatdan shug'ullangan yaxshiroq. Ya'ni haftasiga 2 kun, misol uchun seshanba, juma 8 soat to'xtamasdan shug'ullanganda, ishoning, kuniga kunuzmasdan yarim soatdan shug'ullanganingiz ko'proq natija keltiradi. Biz yo'nalishda undan ham battar, haftasiga 2 kun 8 soatdan shug'ullanguncha, kuniga 15 minutdan shug'ullangan ko'proq natija keltiradi. Mana xotirada shunaqa. Va bardavomlik masalasini o'lchashingiz kerak. Ya'ni asosiy masala intizomni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Minimal plankani belgilab olish kerak. Hozir bilan yozib olinglar. Ya'ni minimal planka nima degani? Minimal planka degani kuniga minimum qilishim kerak bu ish. Misol uchun 15 daqiqa ingliz tilini nimadir eshitish deylik. Nimaga minimal plankani qo'yishim kerak Davron aka? Nimaga maksimalni emas? Maksimalni birinchidan bajarish qiyin, ya'ni bardavom bajarish qiyin. Ikkinchidan har kun bir xil bo'lmaysiz-da. Bugun kayfiyatingiz zo'r, irodangiz kuchli. Ertaga kayfiyatingiz yomon, irodangiz susayib ketgan. 3-kuni boshingiz og'riyapti, qilgingiz kelmayapti. Ya'ni asosiy masala, mana minimal plankani asosiy mazmuni shundan iboratki, eng yomon kuningizda ham bajara oladigan plankani qo'yishingiz kerak. Mana yomon kun, bosh og'riyapti, ko'ngil aynayapti, qilgingiz kelmayapti. Kayfiyatingiz yo'q, lekin 15 daqiqa til bilan shug'ullanish o'sha kuni ham kuchingiz yetadi katta ehtimol. Ya'ni shunaqa kichkina minimal plankani belgilanganda har kun asosiy qoida kam, ko'p
farqi bir donagina xorijiy so'zni eslab qolsangiz ham o'sha kuni tilga tegishli nimadir bajaring. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, to'y bo'ldimi, bayram bo'ldimi, bardavomli intizom saqlab qolishga harakat qiling, zanjir umuman uzmang. Buning uchun turli xil platformalar bor, tam Duolingoga o'xshagan, u ham yordam berishi mumkin. Hatto o'sha minimal plankani odam bajarib turadi. Xo'p, endi ishlamaydigan metodikalar nima degani? Ishlamaydigan metodikalar o'zi mana yana bir marta men o'ylayman, tam 90% 95% metodikalar ishlaydi. Qaysidir yaxshiroq ishlaydi, qaysidir yomonroq ishlaydi. No, ishlaydi umumiy. Til o'rganishda xususan shunaqa mani yo'nalishimda eslab qolishda 100% ishlamaydigan metodlar bor. Aniq umuman hech qanaqasiga ishlata olmaysiz, lekin til bu shunaqa narsaki, ko'p takrorlashga asoslangan narsa. Ya'ni, masalan, grammatik qoidani ko'p qaytarishingiz kerak. Speakingni bitta so'zni ko'p ishlatishingiz kerak. Strukturani ko'p ishlatasiz. Bir kun kelib o'sha intuitiv, ya'ni ongsiz ravishda u narsani bemalol tushunib, gapiradigan darajaga chiqasiz. Buning uchun xuddi boks o'rganishga o'xshaydi. Ya'ni boksda nima qilasiz? Udar ishlaysiz. Udar har bitta udar urganingizda sal yaxshiroq chiqadi. Boshda bilinmaydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil to'g'rilayotgandan keyin o'sha berayotgan zarbangiz umuman boshqacha bo'ladi. Professional zarba berishni boshlaysiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa tilda odatda misol uchun istalgan o'quv markaziga oling, yana bir marta Toshkentdagi shuni aylanasiz, O'zbekistonni aylanasiz, xohlagan o'quv markaziga oling, har xil metodikalar o'rgatayotgan odamlarni ko'ring. Hammasida u yoki bu ko'rinishda IELTS, yuqori IELTS balli olgan odamlar, chet elga ketib xotirjam tilda gapirishgan odamlar bor. Ular unaqalar topiladi. Ammo ayrim masalalarni men sizlarga aytib o'tishim kerak. Ya'ni mana shunaqa metodikalarga duch kelib qolmanglar, iltimos. Demak, ishlamaydigan metodikalar qanaqa bo'ladi? Faqat grammatika va tarjimaga asoslangan metodlar bor. Faqat grammatikani o'rganaman, tilda keyin gapirib ketaman. Xato masala, men misol uchun bitta odamni taniyman, tarjimon bo'lib ishlaydi. Ya'ni u ingliz tilidan rus tiliga tekst tarjima qiladi. Qoyil qoling, rus tilida zo'r gaplashadi, ingliz tilida gapirisha olmaydi. Nimaga? Chunki praktika qilmagan. Misol uchun menda ham aynan ingliz tilini oladigan bo'lsa, men ingliz tilida kitoblar o'qiyman. Oxirgi o'qigan kitob, misol uchun mana The Neuroscience of Intelligence degan kitob o'qidim. O'qiyman, tushunaman, qiyin tekstlarni tushunaman, scientific, ya'ni ilmiy tekstlarni tushunaman, tushunib turib tahlil qila olaman. Lekin meni gapirishim meni o'qib tushunishim va eshitishimdan ancha orqada. Chunki o'qib tushunib, eshitib men ancha endi ishimni hisobiga men o'zim spetsialniy til o'rganaman deb qilmaganman bu narsani. Shunchaki ayrim menga kerak bo'lgan, meni yo'nalishimga tegishli narsalar ingliz tilidan boshqa tilda topa olmaganman. Va majbur bo'lganman o'qib tushunib sekin-sekin o'rganishga. Bu yerda endi deylik, xuddi shu narsani speaking bilan qilinganda, kimdir deylik, har kun majbur bo'lsa, o'rganaman desa, keyin gaplasha oladi. Hech qanaqasiga siz faqatgina grammatikani o'zida zo'r gapirib keta olmaysiz. Grammatika kerakmi? Kerak. Konstruksiya uchun kerak, lekin faqatgina shuni o'zi bilan o'rgatgan metodlarni ko'rdim, bular ishlamaydi 100%. Xo'p, so'zlarni ro'yxat qilib yodlash, kontekstsiz, ya'ni shunchaki so'z yodlash o'zi ham sizga hech qanaqa foyda bermaydi. Misol uchun men shaxsan so'z yodlashni o'rgataman, 500 ta 600 ta kerak bo'lsa 1000 ta so'zni bir kunda yodlashni o'rgataman, lekin umumiy kontekstdan yulinib faqatgina so'z o'zini yodlash katta foyda bermaydi. Ya'ni so'z yodlashdan tashqari uni o'sha bu passiv vocab deydi, ya'ni ingliz tilida nima degani? Passiv lug'at. Men prosta so'zlarni yodladim, bilaman. Shu so'zlarni o'sha so'zlarni yodlab, keyin ularni ishlatishni o'rganishim kerak. Frazalarning ichida gapirib ishlatishni o'rganishim kerak. Bu juda ham muhim. Xo'p, faqat grammatik qoidalarni o'rgatishga asoslangan yondashuv bu ham bo'lmaydi, tushuntiribsizlar. Faqat o'qish va yozishga e'tibor qaratish. Faqat o'qish va yozishga e'tibor qaratgan bo'lsangiz nima bo'ladi? Gapira olmay qolib ketasiz. Yoki deylik, bir haftada til o'rganish kabi tezkor intensiv kurslar, bir haftada til o'rganib bo'ladimi deydigan odamga men yo'q deb javob beraman. Ehtimol qanaqadir daholar bordir. Xudo biladi, bordir qanaqadir daho odamlar, haqiqatan ham juda ham qisqa muddat ichida o'sha tilni gapirib ketadigan insonlar bordir. Lekin o'rtacha inson, masalan, men kabi, siz kabi insonlar odatda bunaqa tez til o'rgana olmaymiz. Shuning hisobiga bunaqa narsalarga ishonishni tavsiya qilmayman. Mana shu ishlamaydigan metodikalarni sal o'zingizni uzoqroq tuting. Ya'ni har qanaqa metodika inson miyasining tabiiy ishlash jarayonini inobatga olish kerak. Inson miyasining tabiiy ishlash jarayoni qanaqa? Inson agar gapirib o'rganmasa, u gapira olmaydi. Faqatgina tilni so'z yodlab o'qish o'rgansangiz, lyuboy kitobni o'qib tushuna oladigan bo'lasiz. Lekin gapira olasizmi? Yo'q. Chunki gapirishga ham mana bu mushakli mehnat qiladi. Artikulatsionni mышцы deydi, ya'ni artikulatsiya muskullari, bu mushaklarni ishlatish jarayonida siz ularni shug'ullantirishingiz kerak. Shug'ullantirmasangiz qanaqasiga ular ishlaydi. Lekin yana bitta muammo bor, yana bitta masalani qarab turaylik. Yana metodikalarni tushunib oldik, ya'ni hamma nimani o'rganishingizga bog'liq. Yana bir marta, agar sizga faqatgina o'qib tushunish kerak bo'lsa, muammo yo'q.
muammo yo'q. Shuni o'zini o'rgansiz bo'ladi. Agar sizga faqatgina speaking kerak bo'lsa, ehtimol sizga writing o'rganish shart emasdir. Balki qayerdadir qanaqadir to'g'ri yozish balobatir kerak emasdir, balki. Lekin umumiy ba'zi metodikalar ishlamaydi va eng asosiysi urg'u beringlar. Bir haftada til o'rgataman. Iloji bo'lsa bunaqa joylarga men borishni tavsiya qilmayman. Ammo yana bitta juda ham katta keyingi muammo bor va bu muammo oliyjanoblari dangasalik. Dangasalikning asosiy sabablarini ko'rib chiqsangiz, qarab turinglar. Men nima tarafdoriman? Deylik, men kasalman. Meni boshim og'riyapti, meni isitmam chiqyapti. Men vrachga boryapman. Ikkita vrachcha oladigan bo'lsak, bittasi yomon, bittasi yaxshi vrach. Yomon vrach bunday qaraydi, isitming chiqyapti, men dori deydi. Yaxshi vrach isitma nimadan chiqayotgan sababini aniqlaydi. Bu vaspaleniyami, bu infeksiyami, bu virusmi, shamollaganmanmi, yallig'lanish bormi, yani nimadir bo'lyaptimi? Jarohat bormi yoki shunchalik sezonning o'zgarishmi, allergiyami bu? Yo nimadir yeb qo'ydimmi, qanaqadir bir meni oshqozonimga yoqmaydigan narsa. Nima sabab meni organizmimni isitmasi ko'tarilayotganini vrach aniqlaydi, yaxshi vrach, undan so'ng davolaydi. Dangasalik bilan ham xuddi shunaqa. Dangasalikning sababini bilmasangiz, ishoning, dangasalikni yengish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi siz uchun. Endi shuning uchun asosiy sabablardan boshlayman. Birinchi sababi noto'g'ri kutuvlar. Noto'g'ri kutuv nima degani? Bu degani, men hozir o'quv markaziga boraman, teacher azamga o'xshab bir haftadan gapirishni boshlayman. Oqibatda nima bo'ladi? Bir haftadan keyin hali ham hech narsa bo'lmaydi, gapirmayotgan bo'lasiz, sinasiz, dangasalik qilish boshlaysiz, ya'ni siz ruhiy sinib qolasiz. Xo'p, lanchlik. Eng asosiy sabablardan biri dangasalikning sabablari energiya yo'qligi. Men juda ham ko'p kuzataman lanchlikni. Lanchlik degani kuchi yo'q, hol yo'q, uyqusi kelyapti, osilib yotibsiz. Bu odatda vitamin yetishmovchiligi, mushaklar kuchsizligi, energiya yo'qligi, uyqu yomonligi va hokazo va hokazo. Noto'g'ri ovqatlanish, zararli odatlar hammasi to'planib turib insonni lanch qiladi. Lanch inson dangasalikdan qutula olmaydi. Biling, lanch inson dangasalikdan qutulish imkoni yo'q. Tartib yo'qligi, hayotingiz betartib, betartib yotasiz, betartib turasiz, betartib yashaysiz. Men o'zi tavsiya qilaman, dangasalik yengish nimadan boshlaydi deganda ko'pchilik stolingni yig'ishtirishdan boshlaydi. Ishlab turgan joyini sal tartibga keltirsang, sal dangasalikni bosimi senga nisbatan kamayadi. Ustoz yo'qligi dangasalikning yana bitta sababi. Nimaga? Chunki feedback based skill deydi. Ya'ni bu nima degani? Ba'zi narsalarda, mana misol uchun men yer chopyapman deylik. Men yer chopyapmanda qanchadir ham joy chopishim kerak. Men bir soatdan keyin bunday qarasam, ishimni unumdorligi ko'rinadi. Men ham qaysidir qismini chopib qo'ygan bo'laman, men ko'zim bilan ko'ra olaman. Deylik, xotirani rivojlantirishda yoki til o'rganishda unaqa narsa yo'q-da. Ya'ni siz qilasiz. Hech narsa o'zgarmagandek turadi. O'zgaradi aslida, lekin bu narsani siz sezmaysizda. Va mana shu joyda ustoz juda ham zo'r yordam beradi. Ustozga отчет topshirib turasiz, vazifa, u sizga feedback berib turadi. Sizni motivatsiyangizni ushlab bera oladi. Ishoning, ustoz ishni 10 barobar tezlashtiradi. Juda ham qulay funksiyalardan biri. O'zingiz zalga chiqib shug'ullanganingiz qanchalik, ustingizda bir kishi turib majburlagani qanchalik. U ikkita har xil dunyo, har xil natijalar bo'ladi bu. Xo'p, keyingi masala perfeksionizm. Birdaniga ideal, IELTS 9, birdaniga men zo'r gapiraman, ideal gapiraman, umuman xato qilmayman. Men sizga bitta narsani ayta olaman, o'zbek tilida butun umr gapirasiz. Yoshingiz ham 50 ga kirganda ham baribir qayerdadir xato qilasiz. Ya'ni tilni mukammal va oxirigacha o'rgangan inson tarixda bo'lmagan. Hech qaysi til mukammal va oxirigacha o'rganilmaydi. Imkonsiz bu narsa. Bir tushunish kerak shu narsani. Dunyodagi eng zo'r filolog olib keling, любой til bo'yicha o'sha inson bilmagan so'zini topib bersa bo'ladi. Yoki bilmagan qanaqadir qoidasini topib bersa bo'ladi. Bu yoki jarayonda ham adashadi. Bu normal holat. Ya'ni biz asosiy vazifamiz ideal gaplash emas tilda. Biz asosiy vazifamiz yetarlicha gaplash. Masalan, IELTS 9 olgan odam ideal gaplashadimi deydigan bo'lsa, yo'q, albatta yo'q. Albatta yo'q, u ham xato qiladi qayerdadir. U ham qayerdadir nimadir qo'shib yuboradi noto'g'ri qilib. Tushunasizmi? Amerikada butun umr yoki Angliyada butun umr yoshligidan tug'ilib o'sgan inson ham ingliz tilida xato qiladi. Qancha o'qigandan qat'iy nazar. Shuning uchun men perfeksionizm bu eng ahmoqona narsa. Perfeksionizm bu mif. Siz ideal bo'la olmaysiz. Ideal gaplasha olmaysiz tilda. Siz xotiringiz ideal bo'la olmaydi. Misol uchun men unutmaymanmi nimadir. Men ham unutaman, har kun nimadir unutaman. Nimadir qolib ketishi mumkin. Normal holat bu. Ya'ni siz xatolarni kamaytirishingiz mumkin xolos. Xatolarni yo'q qila olmaysiz. Mana shu narsani tushunishingiz kerak. Endi dangasalik yengish jarayoni qanaqa kechadi? Mana bu yerda o'tirib olib o'ylashingiz kerak. Ya'ni bu diagnoz. Nima sabab sizda dangasalik bor? Izohlaga yozishingiz mumkin. Men 90% holatda men tashxis qo'ya olaman. 90% holatda dangasalikning asosiy sababi bu lanchlik bo'lib chiqadi. Ya'ni lanch inson energiyasi yo'q, osilib qolgan inson odatda dangasa bo'ladi va bunaqa insonda dangasalikni yo'qotib bo'lmaydi. Shuning uchun o'tiringlar, nima qilinglar? Dangasalik sababini aniqlang. Aniqlaganingizdan keyin, mana shu sababni qanday qilib bartaraf qilsam bo'ladi? Mana shu asosiy savolni o'zingizga berasizda, ishni boshlaysiz. Xo'p, noto'g'ri kutuvlar. Noto'g'ri kutuvlar nima degani? Noto'g'ri kutuvlar bu odamlarning hayotini zaharlovchi faktor, omil. Men noto'g'ri kutuvdan inson baxtsiz bo'ladi deb o'ylayman. Meni asosiy argumentim nimadan iborat? Ya'ni men nima shunaqa o'ylayman? Sababi juda ham oddiy. Siz kutgan narsa bu sizning fikringiz. Real hayotda u narsa
to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni siz kutuvingiz o'xshashi mumkin va sizni kutuvingiz o'xshamasligi ham mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni siz sababini qilasiz, natijasi odatda sal boshqacharoq bo'lib qolish ehtimoli bor. Kechroq bo'lib qolish ehtimoli bor. Bu normal holat. Ya'ni bu bitta manda bo'ladi, bunaqa deb o'ylamang. Любой dunyoda eng aqlli insonlar ham shunaqa bo'ladi. Va bu yerda yana bitta masala bor. Zo'r misol keltirib beraman. James Stockdale degan inson bor va bu insonning gapi bor. Optimistlar birinchi bo'lib o'lishadi degan gapi bor. Nimaga bunaqa gap? Vyetnamda o'sha urush paytida qolib ketgan asr bo'lib dahshatli azoblarga duch kelgan bu inson, rosa qiynashgan, odamgarchilikning tashqari holatda qiynashgan bu odamni. O'sha konslagerda ushlab qiynashgan, tirik qolgan, urush tugagandan keyin Amerikaga qaytgandan keyin bundan intervyu olishgan. Nima bo'ldi? Qanday san tirik qolding desa, bu aytganki, kim ko'proq tirik qola oldi o'sha lagerlarda? Kim o'ldi birinchi? Optimistlar birinchi o'lishadi deydi. Hayron qoladi hamma. Nimaga optimistlar birinchi o'lishadi? Optimistlar pozitiv fikrli deydi, ularning kutuvlari masalasi deydi. Ya'ni necha yil o'tirdik deydi qamoqda va har kun optimist, xudo xolasa ham keyingi hafta bizni qutqarishadi. Xudo xolasa keyingi hafta bizni qutqarishadi deydi. U narsa bo'lmaydi. Ya'ni optimist kutuvi bilan real hayotda bo'layotgan narsa bir-biriga duch kelmaydi. Haligi psixologik sinib ko'tara olmaydi o'sha bunaqa azoblarni. Bu bo'lsa eng yomonni kutganman deydi. Ya'ni hali beri chiqib ketmasligimizni bilganman va men uzoq muddatli azobga o'zimni tayyorlaganman. Oldindan shu tayyor turganman shu narsaga, qiyinchilikka. Qolganlar esa xudo xolasa deb yaxshi chiqib ketamiz, yaqinda anaqa bo'ladi deb faqatgina yaxshi niyatga qarab qolganda, yaxshi niyat yaxshi, bu yerda muammo yo'q. Lekin faqatgina yaxshi niyatni o'zi bilan ish bitmaydi. Odatda sal trezviroq, sal realroq ko'z bilan qarash kerak. Misol uchun meni oldimga kimdir kelib, xotirani rivojlantirishda ham professional darajaga necha yil vaqtim ketadi desa, men primyerini o'rtacha 2 yildan 4 yilgacha vaqt beraman odatda. 2 yil, 4 yil. Talantli bo'lsang 2 yil, zo'r talanting bo'lsa, aqlli bo'lsang, sal qiyinroq bo'lsa, demak, o'rganish tezligi qiyinroq bo'lsa, tabiiy 4 yilgacha senda professional ishlab qoluvchi bo'lishga vaqt ketishi mumkin. Diapazon shunaqa. Ya'ni men, masalan, 13 yildan beri shu narsa bilan shug'ullanaman, men konkretni kunni ayta olmayman. Tushunasiz? Shuning uchun kutuvi diapazonalni qo'yish kerak. Ya'ni bu nima degani? Niyat qiling. Qilmayman emas, lekin bilingki, mabodo o'xshamay qolsa, hech narsa qilmaydi ba'zida. Psixologik o'zingizni sindirib qo'ymang. Kutuvlaringizni keyin yana bir marta men tavsiya qilaman. Misol uchun meni oldimga kelib so'rasangiz, men aytayman-ku sizga diapazon. Men tajribam borligini hisobiga, minglab odam o'qitganim hisobiga, o'zim yo'nalishimda taxminan diapazonni to'g'ri ayta olaman. Va xuddi shunga o'xshab, yaxshi yillar mobaynida dars qilayotgan ustozdan so'raganingiz ma'qulroq. Misol uchun 6 oy har kun mashinchadan shug'ullansam, taxminan qancha ball ola olaman? IELTSdan siz u primyerini ayta oladi va uni gapi sizga to'g'ri bo'ladi. Shunaqa masala. Chunki hozir slishkim yuqori anaqalarni qo'yib qo'yasiz kutuvlarni, keyin nima bo'ladi? Odatda siz sinasiz bo'ldi. Odamlarni baxtsiz qiladigan narsa bu reallikdan uzoq bo'lgan kutuvlar. Misol uchun o'rtacha shaxsiy uyni o'rtacha sotib olish yoshini bilasizlarmi? 38. Agar sizga ota-onangizdan uy qolmagan bo'lsa, shaxsiy o'z uyingizni sotib olib, o'z uyingiz bo'lish uchun primyerini 38 yoshda olasiz. 22 yoshli bolaga bu narsani tushuntira olmaysan. Ya'ni aytsangiz, "Slishkim kechku" deydi. Okey, qilib ko'r. Ba'zilarda o'xshaydi, o'xshamaydi emas. Ba'zilarda o'xshaydi, ba'zilarda sal kechikadi bu narsa. Va shunaqa bo'lishi mumkin. Bu hayot. Bu yomon emas, eng qizig'i. Qanaqa kimdir, "Ay, hayot beshafqat." Hayot beshafqat emas, hayot yaxshi emas, hayot просто hayot. Bir jarayon ketadi, просто yashaymiz. Shunaqa ishlar bo'ladi. Ba'zi yaxshi ishlar bo'ladi, ba'zi yomon ishlar bo'ladi. Asosiy masala yerdan oyoq uzib, osmonga uchib ketish kerak emas. Katta kutuvlar kibrga o'xshagan narsa. Bari oxiri sizga minusga yurib beradi. Men misol uchun ingliz tilini endi o'rganayotganlarni men statistikasini keltirib beraman. Juda ham ko'pdan top o'quv markazlarining egalarini, ownerlarni taniyman O'zbekistonda va asosiy masala ularda qanaqa bo'ladi? Ingliz tilini endi o'rganayotgan bolalar tasavvurida 6 oydan keyin nativega o'xshab gaplashyapti, aksenti polisi yo'q qildi, dahshat udi hokazo. Beginnerlarni olsangiz, o'quv markazlarida ham, misol uchun mana beginnerlarni aprosnik qilishganda, so'rashganda, necha al olmoqchisan? Men 9 olmoqchiman deydi. 9 deydi hammasi. Adaylik 1,5 yil уже ingliz tili bilan shug'ullanayotgan, IELTSga уже tayyorgarlikda ketayotgan boladan so'rasangiz, xudo xolisa 7,5 olib chiqaman deydi. Uni bahosi kutuvi reallikka ancha yaqin bo'ladi. U 9 ola olmaydi degani emas. U prosta biladi, birinchi urinishda katta ehtimol bilan 9 ola olmaydi. O'shanga o'zini qanaqadir nereal kutuvlar bilan alik qilib o'tirmaydi, konkretni alik qiladi, ishlaydi. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Tam $10 million orzu qilib yotgan, divanda yotgan bola bilan men $50 ming plushlashim kerak edi. O'sha 50 mingni bor ishlashga harakat qilib ko'rib, haqiqatan ishlagan bola bilan $10 million umuman harakat qilib ko'rmagan insonni farqi katta-da. To'g'ri, buni orzulari, dahshat niyatlari zo'ri, rezultat bunda kuchliroq bo'ladi baribir. Asosiy masala shunda. Shuning uchun bu bitta masalani sizlarga tavsiya qilaman. O'zingizlarning mindsetinglarni o'zgartiringlar. Test fikrlashga o'tinglar.
bashorat fikrlashdan qochinglar. Ya'ni predictable thinking deydi bu narsani. Nima degani? Bashoratlar orqali fikrlash. Men IELTS 9 olaman. Men bunaqa qilaman. Men bunaqa qilaman. Qila olsan, to'g'ri. 100%. Men aytaman sizlarga. Qilsa bo'ladi. 70 kishiga yaqin odam yoki undan ham ko'p daja O'zbekistonda IELTS 9 oldi, o'virildi. Demak, qilsa bo'lar ekan. Buni bildik. Buni qilsa bo'lar ekan. Oson demayapman, lekin imkoni bor. Asosiy masala nimadan iborat? Bu insonlar juda uzoq yo'l bosib o'tgan. 15-20 yildan beri ingliz tilini o'rganib, IELTS'ni 20-30 marta topshirganlarini ishti ichida. Tushunasizlarmi? Ya'ni siz unaqa bashorat qilguncha jarayonni ko'ring, nimaga qodirligingiz undan ko'ra. Boring, o'qing ingliz tilini o'rganingda, jarayonni ko'ring. Nimaga qatga tortyapsiz? Men borib mo'k topshirib ko'ring-chi undan ko'ra. Biling nimaga qodirsiz. Haligi orzular qo'ytirguncha orzudan mehnat 1000 marta yaxshi. Barakat orzuda emas, harakatda barakat. Shuning uchun men bashorat fikrlashdan test fikrlashga o'tinglar. Testable thinkingga o'tinglar deyman. Test fikrlash bu degani, okey, qani 3 oy chiqiychi, shug'ullaningchi, kuniga mana shunchada, keyin men o'zimni primerni ballimni ko'rib olaman. Haligini ko'raman. Rivojlanish tendensiyamni o'lchab olishim mumkin. Mana shu narsa sizlarni jinnib qolishdan yoki sinib qolishdan qutqarib qolishi mumkin. Xato qilishdan qo'rqish keyingi masala. Bu speakingning eng katta dushmani, ya'ni xato gapirib qo'yarmikinman, qanaqadir adashib ketarmikinman, noto'g'ri gapirarmikinman, nima qilibdi degan savol odatda. Ya'ni ingliz tilida gapirayotganingizda noto'g'ri gapirib qo'yishingiz tabiiy narsa, sizni ona tilingiz emas-ku. Siz ona tilingiz emas-ku. Ya'ni asosiy masala nimada? Nima uchun bu mana shu xato qilishdan qo'rqish til o'rganishga ta'sir qiladi? Sababi juda oddiy, emotsiyalar va negativ fikrlar til o'rganishda juda ham katta rol o'ynaydi. Va bu narsani affektiv filtr fenomeni deydi. Fenomen affektiv filtr deydi. Bu nima degani? Bu degani sizni emotsional foningiz tashqaridan kirayotgan ma'lumot va o'rganayotgan narsangizni iskajeniya qiladi, ya'ni unga ta'sir o'tkazadi. Ta'sir qilib keyin qabul qilasiz, ya'ni sekinlashadi. Agar kayfiyatingiz xato qilishdan qo'rqib tursangiz, mana shu gap nima qilib qolarmikin deursangiz hadeb kirayotgan masala ancha sekinlashadi. Ancha sekinlashadi. Men misol uchun muloqotdan qo'rqish bo'lishi mumkin. O'xshamasa-chi menda, qila olmasam-chi, eplay olmasam-chi, testlardan qo'rqish, o'zini tekshirishdan qo'rqish, odamlar nimadirkan, xato gapirsam odamlar nimadirkan va hokazo. Birinchi masala men sizlarga aytaman, qaranglar, mana umringlarni oxirigacha eslab qolinglar, iltimos. Daftar olib yozib olsanglar ham mayli. Sizni hayotingizda sizdan-da muhim inson yo'q. Va sizni hayotingizda sizga yaqin, sizdan-da yaqin inson yo'q. Sizga eng yaqin inson sizsiz. Hattoki ota-onangiz ham, hattoki bolalaringiz ham siz umringiz oxirigacha siz bilan bo'lib, 100% hamma narsani tushunib siz bilan birga siz eng yaqin insoningiz. Nima uchun men odatda aytaman, boshqa odamlar fikri qanaqadir rol o'ynashi kerak bizning hayotimizda. Maslahat so'ramasangiz tim bo'ling. Tushunasizmi? Tim bo'ling ekspert bo'lmasa qanaqadir. Ahamiyat bering, doim birovlar ustidan kuladigan insonlar bular odatda o'zi o'sha hech narsaga erishmagan. Hech qachon IELTS 9 bor inson noto'g'ri inglizchani gapirishingizga kulmaydi. Nimaga? Chunki o'zi shunaqa bo'lgan, biladi bu. Bu biladi, ertaga buni darajasiga chiqa olasiz. Hech qachon men shaxsan nimadir unutib qo'ygan inson ustidan kulmaganman shu paytgacha. Yoki nimadir eslab qola olmayotgan odam ustidan kulmaganman shu paytgacha. Chunki bilaman, bu narsani to'g'rilasa bo'ladi. Mehnat bilan to'g'rilanadigan masala. Va boshida normal holat. Men shu paytgacha hozirgacha deylik nimadir eslab qolinsa, qaysidir joyda xato qilish ehtimoli bor. 10 yil 20 yil shug'ullansangiz hamda. Shuning uchun tushuningki, sizni ichki emotsiyalaringiz nimadandir qo'rqishingiz til o'rganishda sizga yaxshigina tig'iz bo'ladi. Bu odatda bunaqa insonlar natija olmasdan taslim bo'lishadi. Va bu yerda bitta zo'r misol, nima uchun bolalar tilni tez o'rganishadi? Nima uchun bola eng qizig'i mana bola bu fenomenda, realni men hayron qolasiz odam. Siz, men hammamiz yosh bola bo'lganmiz-ku. Hech qanaqa grammatika yo'q. Hech qanaqa instrumentlar yo'q. Shunchaki orada yurib umuman boshqa gaplashayotgan odamlar eshitib, biz bilan kimdir gapirsa, umuman hech narsani tushunmaymiz. Qanaqa konstruksiya ham yo'q. Misol uchun yangi til o'rganmoqchi bo'lsam, men hozir mana o'sha tilim bor-ku, qanaqadir, to'g'rimi? Men boshimda til bor, o'zbek tili bor, rus tili bor va o'sha tilni ustiga quraman-da. Misol uchun mana kitob desa kimdir o'sha boshqa tilda, men tushunaman, demak, kitob deb men kimdir tushunadi. Yosh bola prosta tug'ilgan xolos-da, lekin gapiradi. Sababi juda oddiy, u xatodan qo'rqmaydi. Yosh bola birinchi mana ba'zilar aytadi, bittada gapirib ketadi yosh bola. Tez gapiradi. Yo'q, unaqa emas. Birinchi bir necha yil nima bo'ladi yosh bola jarayonida? Yosh bolani jarayonida, til o'rganish jarayonida gapirish va xato gapirish bo'ladi. Qilib nimadirlarni gapirib, xato qilib chaynab, yillar juda ham shirin, kulgili tuyuladi bizga bu holat. Bu til o'rganish protsessi mehnat qilyapti. Kommunikatsiya ko'nikmasini oshirmoqchi. Ya'ni 2 yillar, 3 yillar mobaynida bola qilib nimadir chaynab, artikulatsiyasini to'g'rilab, yana eshitib, yana qayta chaynab, miyani qarang, mo'jizada feedback olib, to'g'rilab odam gapirishni boshlaydi. Bu dahshat narsa. Ya'ni o'sha xato qilishdan qo'rqsangiz, qanday mana tabiiy protsess-ku.
Sizni miyangiz til o'rganish uchun moslashgan. Hech qaysi itni olib yoki mushukni olib yoki maymunni olib til o'rgata olmaysiz. Odam qodir xolos bu narsaga. Ya'ni masala shundaki, mana shu prosessingizni o'zi xato qilishni ichiga oladi. Xato gapirish orqali keyin to'g'ri gapirishni boshlaymiz. Biz sraz to'g'ri gapirib ketmaymiz. Shuning uchun maksimal ravishda haligi qochinglar bu fikrdan. Har kun o'zingizga eslatib turinglar. Tabiiy men odamman, tan olaylik shu narsani, odammiz. Men odamman. Men farishta emasman. Tushunasizmi? Men ham uchib ketmayman uyga ishdan chiqib. Men charchayman, meni asabim buziladi. Meni boshim og'riydi. Men nimadir yeyishim kerak, nafas olishim kerak, ichishim kerak nimadir yashab qolish uchun. Tushunasizmi? Meni yoshim o'tadi. Men xato qilaman. Mana shu narsani odamlarning o'zidan qanaqadir kino personaj yasab olganda. Bu narsani psixologiyada sindrom главного героя deydi. Xuddi biz idealmiz, ideal emasmiz. Biz ideal emasmiz. Ideallik o'rganish jarayoni, ta'lim jarayoniga eng katta dushman bu ideallik. Ideal bo'lmas o'rgana olmaysiz. Xatolar orqali, xatolar tanlash orqali sizda tajriba yig'iladi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Pastga o'z fikringizni yozinglar mana shu masalada qanaqadir insightlar tutgan bo'lsanglar. Xo'p, demak, keyin vaqtni to'g'ri boshqara olmaslik. Time management masalasi juda ham to'g'ri va tez to'g'rilanishi mumkin bo'lgan narsa. Time management haqida minglab, millionlab kitoblar, minglab, millionlab usullar, sun'iy intellekt bilan 5 minut gaplashsangiz sizga time managementdan qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlarni berishi mumkin. No time management agar vaqtni boshqara olmasangiz nima bo'ladi? Soatlab o'tirasiz, lekin hech narsa qilmagan bo'lasiz. Dars qilmoqchi bo'lasiz, lekin keyinga qoldirib ketaveradi, ya'ni prokrastinatsiya bo'ladi bu yerda. Nafaqat darslar, balki boshqa ishlarga ham ulgurmaysiz, umumiy kasha hayotingiz aylanib bir aralash quralashib ketadi, juda ham qiynalasiz va doimiy charchoq va energiyasizlik hissi bo'ladi. Vaqtni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Endi bu yerda bitta zo'r usul beraman. Time blocking degan usul. Juda ham oddiy, juda ham sodda, juda ham anaqa. Mana misol uchun men telefonimni olaman-da. Misol uchun 15 minutga vaqt qo'yasiz-da. Men shaxsan o'zim doim timerlar bilan ishlayman. Men eslab qolish bilan shug'ullanganimda ham menda timer bor, maxsus timer. Shuni burayman, bitta bosaman, bo'ldi, ketdi. Men o'rtacha 50 daqiqa ishlayman, 10 minut dam olaman. 50 daqiqa ishlayman, 10 minut dam olaman. Time blocking degani vaqt ajratganingizda, misol uchun mana timer qo'ydim, 15 minutga ishni boshlandi. Shuna qilib iteratsiyalar bilan ishlasam bo'ladi. Misol uchun o'tirib 3 soat ishlashyapmiz. Vaqtni bo'lib ajratib, bu ideya menga o'sha pomidor degan usul bor. Pomidor haqida video bor, meni YouTube kanalimda ko'rsanglar bo'ladi. O'tda shu 25 minut ishlab, 5 minut dam olib, 25 minut ishlab, shuna qilib 4 minut ishlab, keyin orada katta tanaffus qilish. Juda ham zo'r usul, chunki odatda til o'rganish jarayonida soatlab odam o'tira olmaydi, qiyin-da. Agar orada dam olib turib 20 minut tim bo'li timer qo'yib olsa, odamga ancha oson bo'ladi. Ancha karrasiga oson bo'ladi. Va ikkinchi masala, bu ideyani men shu Kanban doska degan narsa bor. Kanban doskada qanaqa bo'ladi? Stikerlarga yopishtirib, iteratsiyalar bilan kichkina vaqt bo'laklari bilan tez ishlashadi. Katta proyektlarni shunaqa qilib bitirishadi. Bu yerda ham timer, doim timer bilan. Dars qilyapsizmi? Timer bilan. So'z yodlayapsizmi? Timer bilan. Ishoning, mana shunaqa qilib vaqtingizni ancha rejimga solib olishingiz mumkin. Katta qanaqadir tablitsalar, qanaqadir jadvallar, bir narsalar sizga o'shanda shart bo'lmaydi. Xo'p, 8-masala bu kuchsiz diqqat. Men sizga bitta kichkinagina sizni tinchlantiruvchi fakt aytib o'taman. Diqqat baribir chalg'iydi. Diqqatingizni 100% darajagacha olib chiqsa bo'ladimi? Juda qiyin. Asosiy masala chalg'isa e'tibor bermasligini o'rgatish odamga. Men misol uchun bolalarga o'quv markazimda shu 2018-yillarda даже raqam yodlatardim-da, 5 minut vaqt qo'yib berdim. Bolalar raqam yodlab o'tirganda katta kitobni olib yerga tashlab pax deb tushardi. Birinchi dars hamma chalg'ib ketardi. Keyin aytardim, diqqatingni yig'dirdim. Qara oldinga, qarab yana keyin orada kitob tashab, muzika qo'ysam ham o'sha bolalar chalg'imay qo'yardi birinchi darsdan keyin. Asosiy masala nimadan iborat? Diqqatingizni haqiqatan rivojlantirsangiz bo'ladi. Diqqat bu rivojlanuvchi narsa. Endi diqqat nima? Diqqat bu xotira va ma'lumot o'rtasidagi ko'prik. Agar diqqatingiz to'xtamasdan chalg'iydigan bo'lsa, xotirangizga nimadir saqlay olmaysiz, o'rgana olmaysiz. Diqqatingiz kuchsiz bo'lsa, birinchi masala mavzu tushunarsiz bo'ladi doim. Ikkinchi masala xotiraga joylash juda ham qiyinlashib ketadi. Uchinchi masala stress o'ta yuqori bo'ladi, chunki to'xtamasdan chalg'iysiz. Endi diqqat rivojlantirish uchun 6 ta asosiy qadamni sanab o'taman. Birinchi qadam diqqat chalg'ish darajasini aniq qilishingiz kerak. Nima degani bu? O'tiring, hozir bugun qilsangiz bo'ladi. Test 15 minutga vaqt qo'ying. Bitta kitobni o'qing. Kitobni ochib o'qiysiz. O'qish jarayonida oldingizga bitta list qo'yib olasiz, oqli ruchka bilan. Chalg'iysiz, xayolingiz ketayotganini sezasiz kitobda. Bitta chiziq qo'yib qo'yasiz. Yana chalg'isiz, yana chiziq. Har bitta chalg'iganingizni bilganingizda chiziq tortib qo'yasiz. 15 minut tugagandan keyin haligi chiziqlarni sanab olasiz. Nechta chiziq qo'ydim? Ya'ni necha marta 15 minut ichida chalg'idingiz? Agar 2 marta, 3 marta chalg'igan bo'lsangiz, atigi diqqatingiz zo'r.
Yaxshi diqqat ekanmanda deyverasiz, o'zingiz tekshirib ko'rib izohlagan bo'lsangiz bo'ladi. Kelib, agar deylik 15 tadan ko'proq, tam 20 taga, 25 taga yaqin chalg'ayotgan bo'lsangiz, ha, diqqatingizda muammolar bor, yo'q emas. Endi undan keyin nima qilasiz? Diqqat chalg'ish sababini aniqlaysiz. Nima uchun chalg'ayapman o'zim? Nima uchun chalg'ayapman? Misol uchun mana men bunaqa narsalar ishlataman. Eski tuski quloqchin, ovoz to'suvchi quloqchin bu. Hozir ham har kun ishlataman, o'zim bilan ko'tarib yuraman. Mana shu notebookimni sumkasida ichida yuradi va bu quloqchin menga nima beradi? Tashqi muhitdan uzadi meni. Men hech narsa eshitmayman. Tashqarida bo'layotgan narsani eshitmayman. Va men o'zim uchun tushunganmanki, men diqqatim chalg'ishining asosiy sababi tam shovqinlar. Ko'chadan shovqin, mashinaning ovozi, qo'shnining ovozi, yana bir narsaning ovozi. Men shu narsani olganmanda, shuni o'zimga buni ishlatishni boshlaganimdan keyin bo'ldi. Ya'ni sababini birinchi o'rinda aniqlashimiz kerak. Ko'pincha yana bir marta sababi bu telefon va shovqin bo'ladi. Xo'p, ishlash vaqtini test qilishingiz kerak. Ya'ni timer qo'yishni men sizlarga tavsiya qildim. Endi necha minut sizga yaxshiligini aniqlang. 15 minutdan ishlab ko'ring. 15 minut ishlab 3 minut dam oling orada. 15 minut ishlab 3 minut dam oling. To'g'ri kelmasa 25 minutga 5, 25 ga 5. U ham to'g'ri kelmasa 50 ga 10 ishlab ko'ring. Yoki sal qisqartiring, yoki sal uzaytirib ideal vaqtingizni topib oling. Meni ideal vaqtim ikkita. Birinchisi ish uchun 25 minut ishlab 5 minut dam olish, ikkinchisi trenirovkalar qilayotganimda, xotirani rivojlantirayotganimda 50 minut ishlab, 50 minut shug'ullanib, 10 minut dam olaman. Xo'p, bundan keyin trekking tizimini ishlab chiqasiz. Trekking tizimini ishlab chiqish degani nima degani? Diqqat, trekking tizimi degani imkon bo'lsa birorta bitta kalendar sotib olasiz. Har kun xorijiy so'zlar bilan shug'ullanyapsiz deylik, yoki ingliz bilan shug'ullanyapsiz, xorijiy so'zlar ishlab qolyapsiz. Prosta mana bugun deylik 20-fevral misol uchun, 20-fevral yoki 1-mart farqi. Siz buni plus qilib qo'yasiz. 1-mart bugun tam timer qo'yib shug'ullandim, plus 2-mart timer qo'yib shug'ullandim, plus va hokazo. Mana shu trekking degani kuzatib borish degan. Mana shu zanjirni uzmasdan sekin ketasiz, uzoq muddatli diqqatga rivojlanadi. Miyani bo'shatishni o'rganing. Bu nima degani? Bu degani kunlik qanaqa ishlaringizni, balobatlaringizni zametkalarga yozib yuring. Xayolingizda aylanib yuraversa, sizni diqqatingizni chalg'itadi va albatta xotirani rivojlantirish. Xotirani rivojlantirish diqqatni eng kuchaytiruvchi instrumentlardan biri. Qanday qilib xotirani rivojlantirsam bo'ladi? Nima qilishim kerak? Bu haqida hozir aytib beraman. Yaqinlashib qoldik, xudo xolisa. Endi xorijiy so'zlarni eslab qolish. Bu asosiy muammolardan biri. Turli xil statistikalarga ko'ra, shunchaki tarjimasi esimizda qolmasligini hisobiga nima edi deb turaveramiz. Ya'ni tanaffus qila olmaymiz, so'zni gapira olmaymiz. Bu juda ham murakkab masala, ya'ni foydavorlardan birida. So'z bilmasangiz grammatikadan nima foyda? Tushunasizmi? So'zni o'zini bilsangiz ham katta foyda yo'q bo'lishi mumkin. Deylik, so'z bu konstruksiya, ya'ni so'z bu grammatika bo'lishi, devori to'g'ri qurish bo'lsa, so'z o'sha qurilayotgan xomashyo. Haligi g'ishlar. Endi xorijiy so'z o'zi nima? Xorijiy so'z bu kod. Bu muayyan jarayonni yoki muayyan jismni talaffuzi. Misol uchun qalam, o'zbekchalab qalam, ruschalab karandash, inglizchalab pencil va hokazo. Mana boshqa tillarni ham men misol qilib keltirganman. Agar men birorta inglizga olib turib ko'rsatib, bu nima desam, u qalam degan tovush chiqarmaydi og'zida. Pencil deydi. Yoki rusga ko'rsatib, birorta rus insonga ko'rsatasiz, nima bu desiz, u qalam demaydi u ham. U karandash deydi. Ya'ni nima degani bu? O'sha bizni atrofimizda bor, biz tushunib bo'lgan narsamizni boshqacha so'z bilan talaffuzi, kod bu. Ya'ni atrof muhitda turli xil talaffuzlar bilan initiatsiya qilish, klassifikatsiya qilish bu xorijiy so'z deydi. Ya'ni misol uchun yoki mashina misol uchun. Ruschalab mashina, o'zbekchalab ham примерно shunaqa. Car bo'ladi misol uchun inglizchalab. Va hokazo. Har bitta tilni o'zini kodi bor. Talaffuzli kod deydi. Sizning asosiy masalangiz o'sha talaffuzli kod va ehtimol kerak bo'lsa yozilishini eslab qola olish. Mana shu xorijiy so'zni eslab qolish hisoblanadi. Yangi o'rganayotgan tilingiz doimiy ravishda fundament asosiga quriladi va bu fundament sizning ona tilingiz bo'ladi. Ya'ni siz o'sha yosh bolaga o'xshab til o'rgana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun o'sha boshingizda bor bilimligi, masalan, kitob nimaligini bilasizmi? Men sizga aytayapman, qanaqadir inglizcha so'z eshityapsiz. Deylik, safety degan so'z eshityapsiz. Mendan so'rayapsiz, safety nima deyapsiz? Men aytayapman, safety bu xavfsizlik deyapman. Deyapsiz, tushunyapsiz, yozib olyapsiz. Safety xavfsizlik. Agar siz xavfsizlik degan so'zni tushunmaganingizda, safety nimasiga tushuntirib bermasdim. Tushundingizmi? Ya'ni tagida birlamchi til bo'ladi doim. Keyin ustiga ikkinchi til quriladi. Ona tilning ustiga targit til quriladi har doim. Misol uchun mana bu insonni tanisanglar kerak, Tim Donner TED Talks'da ko'p chiqadi. TED konferensiyalarida bu inson 23 ta tilda gaplashadi, 23 ta tilda tushunadi. 10 tasida deyarli mukammal, juda ham yaxshi gaplashadi. Qolgan 13 tasida o'rtacha tushunadi, shunaqa. Va bu asosan o'zini tilini qanday qilib o'rgangan? Xorijiy so'zlarni yodlash orqali.
TED konferensiyani ko'rishingiz mumkin YouTube'da. Birinchi bo'lib u massivini yodlashga o'tadi. 4 minut, 5 minut, 6 minut xorijiy so'z yodlaydi qisqa muddat ichida. Keyin grammatikani o'rganib, kitob o'qib, speakingga o'tib ketadi. 3-4 oyda bitta tilni odatda o'rganadi. Endi bu ko'p til o'rgangani uchun o'sha mukammal anaqa kuchayib, ya'ni kuchli advanced levelga chiqqan. Ya'ni bu tezroq o'rgana oladi tilni. Bunisi ham bor. 3-4 ta til o'rganganingizdan keyin tezroq o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ko'nikma shakllanadi sizda til o'rganishga. Lekin bu inson odatda birinchi o'rinda birinchi qiladigan ishi xorijiy so'zlarni yodlash. Misol uchun mana YouTube kanalimda Supermiya Show degan show bor. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. U yerda xorijiy so'zlarni yodlashni men bolalarga o'rgatganman. Yarim soat shug'ullanganmiz yoki 20 minut shunaqa atrofda shug'ullanganmiz. Test o'tkazganmiz. Kimda qanaqa o'sish bo'lgan? Eng katta o'sish bizda 5.6 bo'lgan. Martda. Ya'ni bu degani taxminan 5,5-6 barobarga ko'proq so'z yodlab qolish boshlagan. Men bir donagina usul o'rgatganimdan keyin, ozgina tushuntirganimdan keyin 20 minutdan keyin yana qayta so'z yodlatganimizda primерно 6 barobar ko'proq so'z yodlashni boshlagan bola. Ko'rishingiz mumkin, mana shu YouTube kanalida bor. Asosiy masala shundaki, siz ham xorijiy so'zlarni o'rganishni, aniqroq tezda o'rganishni o'zingizni o'zlashtira olasiz. Aniq bu. Yoki yana bitta misol Ming Plus Challenge degan challenge qilganmiz. Bolalar bu yerda xorijiy so'zlarni eslab qolishgan va asosiy masala nimadan iborat? Ming Plus Challenge'da kuniga 300 ta, 200 ta xorijiy so'z, 400 ta ba'zilar 400 ta xorijiy so'zgacha eslab qola olgan bolalar bo'lgan. Bir hafta shug'ullangan ular bilan birgalikda. Asosiy masala bu darajaga xotirangizni olib chiqa olish uchun xorijiy so'zlarni shu darajada mukammal qilib, ya'ni tezda, katta hajmda va oson eslab qolish uchun asosiy kerak bo'lgan narsa bu mnemonika. Mnemonika o'zi nima? Mnemonika bu xorijiy so'zlarni, nafaqat xorijiy so'zlarni, umumiy istalgan ma'lumotni, xohlagan ma'lumotingizni eslab qolish jarayonida tezlashtiruvchi, osonlashtiruvchi tizim. Bitta katta tizim bor. Misol uchun men ham 3250 ta raqam eslab qolishim mnemonika tufayli. Endi agar oddiy o'rtacha inson bilan mnemonisni solishtirsak, bu haqda ham tadqiqotlar bor. Pro mnemonis bir kunda taxminan 1000 ta so'z yodlashi mumkin. Lekin bu pro mnemonis, ya'ni professional mnemonis haqida gap ketyapti. Tam bir necha yil shug'ullangan mnemonis haqida. Lekin men sizga aniq ayta olaman, ozgina mashq qilganingizdan keyin kuniga 400 ta, ehtimol 500 tagacha turli xil so'zlarni eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu so'zlarni eslab qoldim, keyin tilda gapirib ketaman degani emas. Yo'q, bu shunchaki til o'rganish jarayonini tezlashtiruvchi qo'shimcha asbob, ya'ni qo'shimcha instrument bu. Siz bu bilan birgalikda keyin, ya'ni shu uni speaking qilib, pronunciation qilib, gapirib, grammatikani o'rganib tezlashtira olasiz. Ya'ni ayni xorijiy so'z yodlab qolishda bu juda ham tez masala bo'lishi mumkin. Endi qaranglar, strategiyasi oddiy o'quvchilar natijalari ko'rilganda ixtisoslashmagan sharoitda o'rtacha tezlik bir kunda bitta ikkita so'zga to'g'ri kelar ekan. Bir kunda bitta ikkita so'zga agar muhit bo'lsa va deylik qanaqadir dastur bo'yicha o'qiyotgan bo'lsa, odatda kuniga 7 tadan 10 tagacha so'z hisoblanadi. Bu degani 7 tadan 10 tagacha so'z degani 1 yilga shu 1 yil 2 yil periodiga ba'zilarda даже shu 18 oy adashmasam 6 ta naqa bo'ladi. Level 3 oyda 3000 ga yaqin, 4000 ga yaqin so'zlarni o'qishadi. O'qib tugatishadi. Kuchli o'quvchilarda bir yilda taxminan 2600 ga yaqin so'zlarni o'rganish jarayoni kuzatiladi. Mnemonika bilan shug'ullangan inson deyarli imkonsiz narsalarga qodir bu holatda. Bu g'ayrioddiy masala, ya'ni tushunamizmi? Yaxshi o'quvchi 2600 ta 3000 ta so'z. Kuchli mnemonist deylik 1 oyda eslab qoladi bu hammasini. Kuniga 300 tadan bo'lsa ham 10 kunda tugatib yuboradi. Tushunamizmi? Masala shunda. Eng qizig'i sifati ham yaxshiroq bo'ladi. Asosiy prikol shunda, eng qizig'i shunda. Xo'p, endi mnemonika bilan shug'ullanuvchi insonlar qanaqa ko'nikmalar shakllanadi? Birinchi kuchli diqqat, o'ta kuchli diqqat shakllantirasiz o'zingizda. Aqliy chidamlilik, soatlab eslab qolish, o'tirish, til o'rganish va hokazo bemalol bo'ladi. Intizom, bardavomlik, kreativlik, dahshat kuchayadi kreativlik. Mnemonika bilan shug'ullansangiz, stressga bardoshlilik, haqiqatan ham, misol uchun sahnada turib, nechta rekordlar, nechta shoularga chiqqan bo'lsam, biror marta sahnada men hayajonlanganimda nimadir xato qilib qo'ymaganman hech qachon. Tez o'rganish bu asosiy masala. Bir yilda 3000 ta so'z emasda 10 barobar tezroq. Bu narsani qilsa bo'ladi va o'ta kuchli xotira. O'ta kuchli xotira. Mnemonistlar bu xotirasi eng kuchli insonlar hisoblanadi. Endi men qanaqadir daholarni aytmayapman. Tug'ilib, kuchli xotira bilan tug'ilgan, tarixda bo'lgan daholarni aytmayapman. Ular tug'ilgan shunaqa. O'zini miyasini shug'ullantirish orqali kuchli xotiraga erishgan insonni oladigan bo'lsak, eng kuchli xotira egalari bu mnemonistlar. Endi mnemonikani yaxshilab o'rganib, xotirangizni shu darajagacha olib chiqishingiz uchun sizga 3 ta asosiy narsa kerak bo'ladi. Birinchisi mnemonika asoslari, asosiy mana baza, ya'ni qanday qilib mnemonikani qaysi texnikalar orqali ishlash mumkin. Shablon, material, tayyor qanaqadir ishlatishingiz mumkin bo'lgan, shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan platformalar, ya'ni bular juda ham qulaylik yaratib beradi va siz shu mnemonikani tezda o'zlashtira olasiz. Va asosiy masala ustozlar. Qaniydi men shu yo'limni boshlaganimda, men ustozim bo'lganda, men 13 yillik yo'lni katta ehtimol bilan bir necha yil ichida o'tib bo'lgan bo'lar edim va mana shu 3 ta asosiy narsa, mana shu hamma ko'nikmalar, mnemonikaga tegishli narsalar mana yangi Supermiya AI 3.0 nomli loyihamda mavjud. Nima
uchun o'zi bu loyiha bor? Nima uchun Superme AI uchun? Sababi juda oddiy. Biz birinchidan bu sun'iy intellekt haqidagi qo'shimcha darslarni integratsiya qilganmiz. Ikkinchi masala va bu ham juda ham muhim deb hisoblayman. AI ustoz qo'shganmiz. Ya'ni sun'iy intellekt sizga qo'shimcha ustozlik qiladi. Hozir tushuntiraman bularni ham. Nima uchun bu kurs bor? Meni asosiy maqsadim bu insonlarning salohiyatini, ya'ni o'z xotirasini, maksimal potensialni ishlata olish qobiliyatini rivojlantirish. Chunki yillar mobaynida men bu narsadan o'zim juda ham qiynalganman. Turli xil shug'ullarga borganimda ham ko'pchilik o'ylagan, "Va O'zbekistonda ham shunaqa insonlar bormi? Shu darajada eslab qoluvchi insonlar bormi?" Bor va Supermiyani men boshlaganim asosiy sababi ham shu bo'lgan. 2018-yilda birinchi Supermiyani darslarni berish boshlaganimda men o'ylaganman, "Ha, demak odamlarni daho qilamiz." Asosiy meni pozitsiyam, asosiy meni fikrim va maqsadim shu bo'lgan. Bu loyihani men 6 oyda bir marta o'tkazman, ya'ni 1 yilda 2 marta bo'ladi Superme atiga. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni tavsiya qilib qolaman. Qarab turinglar. 7 hafta mobaynida bo'ladi loyiha. Loyiha gibridlashgan bo'ladi. Nima degani gibridlashgan? Bu degani ya onlayn kurs bo'ladi, hafta yozib olingan darslar, maxsus darslar, plus undan tashqari ustozlar, supportlar, kuratorlar, jonli efirlar va hokazo. Ya'ni jonli ish va onlayn ish bo'ladi. To'xtamasdan. Jonli ish ham onlayn bo'ladi, jonli onlayn bo'ladi, plus oddiy shu yozib olingan o'zimiz maxsus darslar ham bo'ladi. 7 hafta 40 tadan ko'proq darslar, kitoblar qanaqaligini tushuntiraman hozir. 8 ta bonus jonli efir, kuratorlar tomonidan maxsus darslar va sizlarga beriladigan sovg'alar. Sovg'alar juda ham ko'p. Hop, endi qay tarzda o'tiladi? Telefoningizdan o'sha sizni maxsus kanalga qo'shamiz, bemalol ko'rsangiz bo'ladi, o'qisangiz bo'ladi yoki kompyuteringizdan foydalanib bemalol Supermeda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va 7 ta asosiy modul bor. Har bitta modul 1 hafta. Birinchi hafta mnemonika asoslarini o'rgatiladi. Ikkinchi hafta super xotira tizimlari, ya'ni mnemonikaga tegishli turli xil tizimlar, xususan deylik raqamli ma'lumot eslab qolish uchun. Fokusga tegishli haftamiz bor. Ya'ni super fokus, qanday qilib diqqatingizni o'ta kuchli darajaga olib chiqishingiz mumkin. Xorijiy so'zlar, qanday qilib kuniga minglab xorijiy so'zlarni eslab qolish mumkin. Polyglot modulimizda biz qanday qilib aynan xorijiy tilni, yangi til o'rganayotganingizda dangasalikka tushmaslik, qanday qilib motivatsiyani ko'tarish va hokazo. Ya'ni bugun gaplashgan qo'shimcha ko'nikmalarimizni o'rgatganmiz. Tekstologiya 6-modul bizda, xudo xolisa tekstologiya modulida matnli ma'lumotlarni eslab qolish va mindset oxirgi modul. Hozir tushuntirib beraman. Demak, mnemonika asoslarida nima o'tiladi? Supermiyada ertalab 4 da dars yuklanadi. Superme boshlangandan keyin qachon boshlanadi, qanday bo'ladi tushuntiraman. Boshlangandan keyin har kun ertalab 4 da dars tushadi va mana bitta haftada 5 ta dars. Bu degani dushanbadan jumagacha har kun ertalab uyg'onishingizga dars turgan bo'ladi. Darslar qisqa qulay formatda qilingan. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Darsdan savol tug'ilsa, mabodo qo'shimcha ustozlar bor. Mendan tashqari men ham o'zim ham bo'laman. Undan tashqari yana ustozlar bo'ladi. Ularga savol berishingiz mumkin bo'ladi. Va birinchi haftada mnemonika nima, qanday ishlatiladi, so'zlarni qanday eslab qolish kerak, qanday qilib tasavvur rivojlantirish mumkin, qanday qilib xotirani rivojlantirish mumkin, barchasini ko'rib chiqamiz. Keyingi haftada super xotira tizimi bo'ladi. Super xotira tizimida major system deydi yoki major tizimi deydi. Major tizimida biz qanday qilib bizning miyamizni sinesteziyaga, ya'ni raqamlarni boshqacha ko'rishga o'rgatishimiz mumkin. Raqamli ma'lumotlarni eslab qolishga o'rgatish, flash kartalar, dangasalangish texnikalar, samaradorlikni oshirish texnikalari va raqamlarni eslab qolish bo'ladi. Bu o'zi ikkinchi hafta, ya'ni dushanbadan jumagacha ertalab dars tushadi. Undan tashqari yana bitta masala, modul o'tgandan keyin haftaning oxirida yakshanba kuni men aloqaga chiqaman jonli efirda. 3-haftada biz super fokus, ya'ni diqqat bilan ishlaymiz. Qanday qilib diqqatni rivojlantirish, 5 daqiqalik raqamlar orqali qanday qilib diqqatingizni kuchaytirish, kuniga atigi 2 minut 5 daqiqaga shug'ullanish orqali o'ta kuchli diqqatni rivojlantirish, chalg'imasdan soatlab ishlash haqida gaplashamiz va 3-moduldan oladigan asosiy foydangiz diqqatingiz super kuchli bo'ladi. Xo'p, demak, xorijiy so'zlar, bu yerda tog usuли haqida gaplashamiz. Xorijiy so'zlarni katta hajmda eslab qolish haqida gaplashamiz. Super katta tezlikda xorijiy so'zlarni ishlatish haqida gaplashamiz. Flash kartalarni ishlatish haqida, xorijiy so'zlarni talaffuzini eslab qolish haqida, murakkab uzun xorijiy so'zlarni eslab qolish haqida va qanday qilib eslab qolingan oraliqli takrorlash deydi, intervalni повторение, ya'ni bu degani qanday qilib eslab qolingan xorijiy so'zni uzoq muddatga eslab qolish mumkinligini o'rgataman. 5-modul polyglot moduli, aytib o'tganimdek, qanday qilib maqsad, uni dekompozitsiyalash, qanday qilib intizom saqlab qolish, til o'rganish jarayonida qanday qilib motivatsiyani saqlab qolish, ChatGPT orqali mnemonika uchun xorijiy so'zlarni eslab qolishda obraz topish, so'zlarni yozilishini eslab qolish, mikroqadam, mikrog'alabalar o'zingizni motivatsiyangizni ushlab qolishingiz uchun. 6-modulda tekstologiya bo'ladi. Bu yerda atamalar, tarixiy sanalar, setilkasting usuli, bu yerga alohida dars tayyorlatganman. Setilkasting degani ikkinchi miya degan. Zametkalar qilish, ikkinchi miya. Nutqni eslab qolish va test javoblarini eslab qolish. 1 soat, yarim soat, 200, 300, 400, 500 test javoblarini bemalol eslab qolasiz. 7-modul mindset moduli, bu yakuniy modulimiz bo'ladi. Supermeda oxirgi yakuniy hafta va bu haftada asosiy masala nimadan iborat? Supermeda o'rgangan narsangizni tashlab qo'ymasdan yana hamda shug'ullanib kuchayish uchun men sizga asosiy mindsetingizni to'g'irlash uchun turli xil instruksiyalarni beraman. Fikrlash, mindset nima, illyuziyalar, ya'ni kognitiv illyuziyalar qanaqa ishlaydi, yolg'onlarni aniqlash, default tizimi, mana birinchi kitobim bo'lgan default
default'imi ishlatish, haftalik rejalashtirish. Bu narsani weekly schedule deydi, ya'ni qanday qilib haftalik rejalashtirib uni amalga oshirish mumkinligini gapiraman. Ya'ni asosiy masala Superme'dan nimalarni olasiz? Birinchi o'rin, xotirani baribir kuchaytirasiz. Даже undan ham ko'proqdir balki. Ikkinchi masala, diqqatni kuchaytirib chalg'imasdan ishlashni o'rganasiz. Uchinchi masala, kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolishni o'rganasiz. To'rtinchi masala, chet til so'zlarini eslab qolishni o'rganasiz. Katta hajmda va tez nutqni eslab qolishni o'rganasiz. Ya'ni soatlab gapirgan narsangizni qisqa muddat ichida eslab qolish va istalgan raqamli ma'lumot. Farqi yo'q. Uzunlik, balandlik, vazn, любой narsa raqammi bo'ldi eslab qola olasiz. Xo'p, miyani, xotirani to'liq potensialdan aniq foydalana olasiz. Ya'ni men Superme'da berilgan narsa, xohlang buni olib turib hayotingizda ishlating, xohlang professional darajagacha chiqing. Yetarli bo'ladi. Bunga ham, misol uchun mana 25-yilda biz jahon chempionatini yutib keldik. Komanda zachotda hamma yigitlar shu yerda yutgan yigitlar aynan Superme'da o'qigan bolalar. Rossiya rekordini o'rnatishga yordam bergan hamma texnikalarni o'rgataman. O'zimni texnikalarimni o'rgataman, tushuntiraman, ko'rsataman, o'rgataman, rasklad qilib beraman, razbor qilib beraman hammasini. Undan tashqari eslab qolish bo'yicha qo'shimcha ustoz, ya'ni mendan tashqari, ya'ni eng kuchli O'zbekistonning eng kuchli xotira egalari sizlarga ustozlik qilishadi. Ular nima qilishadi? Ularning asosiy vazifasi kuratorlar bo'ladi ular. Birinchi vazifa feedback berishadi, uy vazifa topshirtirishadi. Ikkinchi vazifasi ularni haftalik natijaviylikni ko'rsatib borishadi va guruhlarda savollarga javob berishadi. Ya'ni ertadan kechgacha deyarli sizlar bilan ular aloqada bo'lishadi. Ya'ni ular kim o'zi? Kuratorlar bitta tanishtirib o'taman. Kuratorlar butun dunyoda eng kuchli nemalardan biri. Ya'ni eng kuchli eslab qolishlardan biri. Birinchisi Madaminov Islomxo'ja, eng ko'p natija ko'rsatgan nemalardan biri. O'zbekistonda turli xil chempionatlarda yutgan, Sinergiyada birinchi o'rinni olgan, Rossiyaga borib O'zbekiston eslab qolish chempionatida ikkinchi o'rinni olgan, Al-Buxoriy chempionatida 3-o'rin eslab qolish bo'yicha 3-o'rin, Rossiya onlayn turnirida birinchi o'rinni olgan va jahon chempionatida so'zlarni eslab qolish bo'yicha 3-o'rinni oldi. Butun jahonda 5 yildan beri ustozlik qilib 9000 ta o'quvchini o'qitgan. Bekzodjon Yusupov eng tajribali ustozlarimizdan biri, 10 tadan ko'p bolani o'zi o'qitgan, 5 yildan beri ustozlik qiladi va bu yigit 7 karra rekordsmen Rubik's Cube bo'yicha удивительные люди ko'rsatuviga chiqqan. Hop, Abdufattohov Javohir Rossiya onlayn chempionati, ochiq chempionati birinchi o'rin yuz eslab qolish bo'yicha, O'zbekiston rekordchisi odamlarni yuz ismini va ismini eslab qolish bo'yicha O'zbekiston chempionatida 4-o'rin va undan tashqarida Moskvada bo'lib o'tgan chempionatda bu ham raqamli eslab qolish bo'yicha rekord o'rnatgan. 9000 ta o'quvchi, 5 yillik tajriba. Bardanov Fayzjon eng tez eslab qoluvchi ustozlarimizdan biri. Удивительные людиga chiqqan. 4 yildan beri dars beradi. 9000 tadan ko'proq o'quvchiga kuratorlik qilgan. Hop, Abdurasul Gafurov bu yigitimiz o'tgan yil 2023-yilda raqam eslab qolish bo'yicha jahon chempionatida 2-o'rinni oldi. Bundan tashqari asosiy masalasi bu jahon xotira ligasida, butun jahon xotira ligasida 18-o'rinda turadi. Ya'ni top 20 ga kiradi. Butun dunyo bo'yicha 3 yillik ustozlik tajriba, 3000 tadan ko'p o'quvchilik kuratorlik qildi. Haftada bir marta aytib o'tganimdek, men aloqaga chiqaman o'zim shaxsan, savollarga javob beraman, razbor qilamiz, nima qanaqa va hokazo. Undan tashqari mashq qilish uchun maxsus platforma bo'ladi, u yerda raqamlar, so'zlar va flash kartalar bo'ladi. Plus yangi yilda qo'shilgan yuz so'mlarni shug'ullanish uchun, eslab qolish uchun qo'shimcha trenajyor qilganmiz. Faqatgina Superme ishtirokchilari uchun ochib beriladi. Kartalar bor qo'shimchasiga, uni ham shug'ullansangiz bo'ladi va rasmlarni eslab qolish ketma-ketligini. Super usul kitobim, bu kitob ham bepul. Superme AI uchun ularga qo'shilgan bo'lsangiz, Super usul kitobim, Super usul nima haqida? Xorijiy so'zlarni eslab qolish haqida. Bu yerda mana lug'at bor, ingliz tilida 4000 taga yaqin, 3600 tadan sal ko'proq so'z bor. Qanday qilib mana instruksiyalar bilan, illyustratsiyalar bilan polniy mashta tushuntirib berganman. Qanday xorijiy so'zlarni mnemonik orqali eslab qolinadi. Bu yerda lug'at ingliz tilida berilgan, lekin bu usulni istalgan tilga ishlatsangiz bo'ladi. Tim bo'li Superme o'zini ham tushuntiraman. Bu kitob sotilmaydi. Bu kitob faqatgina shogirdlarga bepul beriladi. Ya'ni o'sha loyihaga qo'shilganingizdan keyin bu kitobni eng qizig'i kitobni men jo'natib beraman, bepul jo'natib beraman sizga. Hop, bundan tashqari Superme Planner, mana planner, maxsus planner beriladi. Mana shu ikkitasini jo'nataman sizlarga. Loyihaga qo'shilganlardan keyin bu yerda mana konspekt uchun joylar bor. Konspektdan tashqari rejalashtirish uchun joylar bor. Tracking tizimlari bor. Bularni qanday ishlatishni o'rgataman, tushuntiraman va undan tashqari mana bu turli xil sistemalar bor. Eslab qolish sistemalari bor boshlanishida. Ya'ni Superme Planner siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Superme'ni natijasi yana ham kuchliroq bo'ladi planner bilan. Kitob va planner bepul yetib boradi. Undan tashqari bitiruv treningimiz bo'ladi. Juda ham katta trening bo'ladi. Bepul bilet beriladi sizlarga, ya'ni onlayn qatnashganlarga. Bitiruvda hammamiz yig'ilamiz, katta tadbir bo'ladi. U yerda men yana qo'shimcha dars beraman, mendan yana qo'shimcha savollar so'rasanglar bo'ladi. Bu o'tilgan mavzular bo'yicha yana ham qo'shimcha foyda bera olaman sizlarga. Bu hammasi emas, bu bir qismi xolos. Umumiy undan tashqari ya'ni 20 ga yaqin turli xil kurslar, sovg'alar, samaradorlik bo'yicha, dangasalik bo'yicha, inson bo'yicha katta yana qo'shimcha sovg'alarimiz bor. Hammasi, barchasi mana shu loyihaga qo'shilganlar uchun bepulga beriladi. Endi yana bitta asosiy
masala hozir bu darsni yozayotgan paytimda hali Superman sotuvlarni ochishga ulgurmagan. Asosiy masala siz ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu dars shu joygacha ko'rib kelganingiz uchun ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish nima degani? Birinchi masala joyingiz band qilasiz. Ikkinchi masala barcha bonuslar, sovg'alar va hokazolar sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Loyihaga qo'shilganingizdan keyin, ya'ni kitoblar, planerlar hammasi birinchi bo'lib aynan sizning qo'lingizga tegadi. Keyingi masala bu eng zo'r narx, ya'ni haqiqatan ham уже biz ro'yxatdan o'tishni e'lon qilganimizdan, ochganimizdan keyin hozirgi narxda qo'shilishingiz mumkin narxda qo'shila olmaysiz va yana qo'shimcha turli xil bonuslar bor. Endi qanday qilib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi? Ariza qoldirish tartibi quyidagicha, ya'ni oldindan ro'yxatdan o'tish quyidagicha bo'ladi. Birinchi masala, pastda havola qoldiraman, ya'ni havola orqali o'tishingiz mumkin bo'ladi. Izohlarga qisqarilgan bo'ladi havola yoki videoni opisiyaniyasida bo'ladi. Havolani bosganingizdan keyin saytga o'tasiz. Bizning maxsus saytimiz. Saytda ro'yxatdan o'tganingizdan keyin Telegram botga o'tasiz. Telegram botda o'sha bizning kanalimizga, yopiq kanalga qo'shilsangiz bo'ladi. Yopiq kanal nima degani? Yopiq kanal degani, yopiq kanalda qo'shimcha darslar, hamma yangiliklar, Superman o'zi qachon boshlanadi, nima bo'ladi, barcha ma'lumotlar aynan shu yopiq kanalda bo'ladi. Undan tashqari, boshda esingizda bo'lsa, xorijiy so'zlarni eslab qolish bo'yicha guide sizlarga va'da qilgandim. Aynan shu yopiq kanalda sovg'am siz uchun bo'lgan sovg'am turibdi, u o'tib olishingiz mumkin bo'ladi va oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir marta hoziroq ro'yxatdan o'ting, barcha bonuslarni qo'lga kiriting. Eng qulay narxda Supermenga qo'shiling va yana bitta asosiy masala, menejerlarimizdan xabari kutishni men tavsiya qilaman, chunki mana shu raqam bo'yicha sizlar bilan bog'lanishadi va barcha qo'shimcha qanaqa savollaringiz bormi, narx bo'yichami, boshqa bo'yichami, bonuslar bo'yichami, kitoblar bo'yichami, barcha savollaringizga biz menejerlar javob berishadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Supermenda ko'rishguncha.